Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Monday, November 4th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 115. And the topic of today's lesson is knock knock. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, anyone. Anyone. Number 2, anything. Anything. Number 3, everything. Everything. Number 4, nothing. Nothing. Number 5, knock. Knock. Number 6, invite. Invite. Number 7, quiet. Quiet. Number 8, impossible. Impossible. Number 9, lemonade. Lemonade. Number 10, joke. Joke. Number 11, look through. Look through. Hoş arkadaşlar, yukarıda yeni sözlerninki okulish ahvalini ko'rdik hamda ma'nolari bilan tanishib chiqaylik qarang. Number 1, anyone. Bu ikki xil ma'no oladi. Savol jumlalar bilan nimalarda bo'lishsiz jumlalardagi anlatadigan ma'nosi o'xshamaydi-mi? Men amaliy misollar bilan tushuntirmay, hozircha siz bunda bilib oling. Savol jumlalarida kelsa anyone degan so'z birasi yoki bir odam degan ma'no oladi. Okay? Birasi yoki bir odam degan ma'no oladi. Agar bo'lishsiz jumlalarda, ya'ni inkor jumlalarda kelsa-chu, hech kim, hech qanday odam degan ma'no oladi. Shunday ismni tutib turaylik hozircha. Number 2, anything. Anything degan bu mash anyone ga o'xshash ikki xil ahvolda ikki xil ma'no oladi. Savol jumlalarida kelganda bir ish, bir narsa degan ma'no oladi. Bo'lishsiz jumlalarga kelganda-chu, ya'ni inkor jumlalarga kelganda hech ish, hech qanday ish yoki hech qanday narsa yoki hech narsa degandek ma'no oladi. Okay? Xo'sh, endi biz amaliy misol ko'ramiz. Qarang. Oldi bilan anyone ni ko'raylik. Men dedim savolda, ya'ni savol jumlalarida qanda birasi, bir odam degan ma'no oladi dedim, qarang. Is there anyone at home degan uyda birasi bormi degan gap. Birasi yoki bir odam bormi degan gap, okay? Undan sonra ko'rdingiz, birasi, bir odam degan ma'no oladi ekan savol jumlada. Yoki endi mana bu hozir men sizga o'qib bergan jumla udul so'rash. Endi uni udul so'ramay ta'tir so'rasak, ya'ni o'ng so'ramay ta'tir so'rasak, masalan, yo'qmi deb so'rasak, qarang. Isn't there anyone at home degan nima bo'ldi? Amaliyot bugungi darsimizda uchraydig'ini mush ikkinchi xil jumla. Ya'ni uyda birasi yo'qmi degan gap. Okay? Uyda birasi yoki bir odam yo'qmi degan gapchi. Bormi deganni is there der ekanmiz, yo'qmi deganni isn't there der ekanmiz. Tushunishib qoldingmi? Mayli qaysi bo'lsin, savol jumlada qanday ma'no oladi ekan? Birasi yoki bir odam degan ma'no oladi ekan. Xo'sh, men dedim bo'lishsiz jumla, ya'ni ya'ni inkor jumlada qanday? Hech kim, hech qanday odam degan ma'no oladi dedim-ku. Qarang, uchinchi jumla qarang. There isn't anyone at home. Endi tushunamiz bu gapni. There isn't degan yo'q degan gap bilasiz. Anyone deganni men dedim bo'lishsiz jumlalarda, demakchi bu bir bo'lishsiz jumla bu. Bo'lishsiz jumlalarda hech kim yoki hech qanday odam deb olamiz degandim. Unda bo'lsa yo'q, hech kim uyda degan gap. Ya'ni uyda hech kim yo'q degan gap. Anyone nim bo'lib keldi miyada? Hech kim yoki hech qanday odam bo'lib keldi. Okay? Endi mushu gapni, mushu uchinchi jumlani qarang. Yana bir xil deyish usuli qanday? Ba yo'q odam yoki yo'q birisi uyda degan gap bilan ifodalaymiz degan amaliyotda oldingi dars, ya'ni 113-darsda ko'rgandik buni, ha? Mushu xil ifodalash usulini demakchi, mana 4-jumlaga o'xshash ifodalash usulini demakchi. Okay? Undan so'ng there is no one at home ne udul so'z ma'nosi bo'yicha tushunsak, ba yo'q birisi uyda, ya'ni uyda birisi yo'q degan gap qo'y. Undan so'ng uyda birisi yo'q degani shu uyda hech kim yo'q degan gap qo'y. Undan so'ng uchinchi jumla bilan to'rtinchi jumla qanday ma'no jihatdan o'xshash faqat ikki xil aytilyapti.
Yana bir qatim takrorlaya. There isn't anyone at home. Uyda hech kim yo'q. There is no one at home. Uyda hech birisi yo'q. Ya'ni yoki hech kim yo'q degan gap. Okay? Ma anyone ninki gap tugidi. And anything ma tigi qarang, siziqning tigidagi misol qarang. Men degandim anything ni savol jumlalarda biror ish, biror narsa deb olamiz degandim savol jumlalarda. Undan sonra do you have anything to say degandan deymiz. Sizda digidek biror narsa bormi degan gap. Do you have sizda bormi anything biror narsa to say digili degan gap. Undan sonra sizda digil biror narsa bormi yoki biror ish bormi degan gap qo'y. Demakchi digil biror gap bormi demakchi u. Okay? Ya'ni avval gap bo'yicha anything savol jumlasining bo'lib qoladi, biror ish, biror narsa bo'lib keldi. Andan keyin yana dedim, xuddi anyone ga o'xshash bo'lishsiz jumlada hech narsa, hech ish degan ma'noni oladi deb. I don't have anything to say deb bo'lishsiz jumlada nima tushundik buni? Menda yo'q hech narsa yoki hech ish digili. Ya'ni menda digili hech gap, hech narsa yo'q degan gap qo'y, hech narsa yoki hech ish. Tushunishdi-ku. Undan bo'lsa savol jumlada andoq bo'ldi, bayon bo'lishsiz jumlada mandaq bo'ldi. Hamda eng ostidagi jumla qarsangiz, eng ostidagi jumla amaliyotda shu ikkinchi jumlaga o'xshash, ya'ni tigidan sanaganda ikkinchi jumlaga o'xshash. Ya'ni oldingi dars qilgandek men ham anyone so'zlaganda deb o'tgandek demakchi I don't have anything to say deganni yana bir xil desak I have nothing to say degandek bir gap demakchi u. Okay? I don't have anything to say degan menda digili hech nima yo'q yoki hech ish yo'q bo'lsa I have nothing to say degan menda bor hech nima digili, ya'ni menda digili hech nima yo'q demakchi u. Okay? Shu ikki xil ifodani demakman. Eng tigidan sanaganda ikkinchi qur bilan eng tigidagi qur ikkisining ma'nosi o'xshash demakchi u. Men albatta endi o'zimcha bir chammada ikki paxtak so'qyapman bu. Anyone anything degan ikki so'zni tushundirgash bularni yo'q degan yerda degan ma'noni ifodalashda mundami desak bo'ladi deb malqi ikki paxtakni bir chammada so'qqanim ma'noni tushunyapsiz a? Okay? Xo'sh, shundan so'ng bu gap mishagiz bo'lsin anyone anything ni bak tushunyapsiniz. Uchinchisi everything degan hamma ish degan gap. Hamma ish everything. Okay? Hamma ish degan gap. Masalan everything is fine deganni nima deb olamiz? Hamma ish joyida deb olamiz yoki hamma ish yaxshi degandek-chu. Everything is okay deb-chu yoki hamma ish joyida degandek. Okay? Number 4, nothing. Nothing degan nima? Hech degan gap bu. Masalan xuddi anything niki yana bir xil atilishi degandeklar. Abi misolda ko'rsatgandim bu nothing I have masalan nothing to say degan shu I don't have anything to say o'xshash degan gap. Okay? Mayli anyone bo'lsin, mayli anything bo'lsin, mayli everything bo'lsin, mayli nothing bo'lsin, bular hammasi qanday ozroq diqqat qilsangiz bilvog'il bo'ladigan so'zlar amaliyotda. Qolganini biz dialogni o'rganish jarayonida pishqlaymiz. Okay? Number 5, knock. Knock degan eshik chekish degan gap. Savodashlarga ma'lum eshik chekkanda qanday tak degan ovoz chiqadi. Shunday qo'y. Undan so'ng darsimizningki temasini nima deb tushunsak bo'ldi? Tak deb tarjima qilsak bo'laverdi, juma. Knock degan shu eshikni chekkanda chiqadigan ovozni ko'rsatadi, ham eshik chekish degan shu harakatni ko'rsatadi. Biz ham yerda jonliq qilib qanday knock deganni tak qilib eshik chekkan ovoz bo'yicha tarjima qilsak bo'laverdi, juma. Okay? Number 6, invite. Invite degan taklif qilish degan gap. Okay? Taklif qilish. Number 7, quiet. Quiet degan jimjit, ovozsiz degan ma'no bildirdi. Okay? Jimjit, ovozsiz. Albatta ovozsiz degan boshqa bir so'z. Mening gapimni tushunyapsiz demakchi. Jimjit degan ma'nosi bor. Quiet ninki. Okay? Men yaqin ma'noda deb ovozsiz deb qo'yganim bu. Okay? Amaliyot ovozsiz degan boshqa so'z. Qisqasi quiet ni jimjit deb tushunsangiz bo'ldi demakchi. Okay, number 8, impossible. Impossible degan mumkin emas degan gap. Buning aksi nima bo'ladi? Possible bo'ladi. Mumkin degan gap, okay? Possible mumkin, impossible mumkin emas. Number 9, lemonade.
savodashlar cho'qim biladi lemon degan limon deganga lemonade bo'lsa limon suyi bo'ladi. Okay? Number 10 joke. Joke degan ism bo'lib kelganda chaqchaq degan ma'nosi va fe'l bo'lib kelganda chaqchaq qilish degan ma'nosi va. Okay? Joke. Number 10. Number 11 look through. Look through. Bu savodashlar ma'lum, masalan, shunga o'xshab turadigan bir misolni bersam, look ni ishlatib bir nimani biladi savodashlar bir so'z birikmasini biladi. Qarang, men do'stlarga sal tegib tushirdi, diqqatingizni chechib yotmisin boshqa so'zlar. Hop, okay. Qarang, men yozayam. Look at deganni biladi savodashlar. G'a qarash degan gap bu. Masalan, look at me desak nima bo'ladi? Menga qara degan gap bu. Look at me, menga qara degan gap. Look at degan nima? Bundan narsaga qarash degan gap. Undasmi look through degan nima? Mana tushunishga oson bo'lsin uchun look at ni misol qildim bu yerda. Xuddi look at ga o'xshash bir so'z birikmasi demoqchi look through degan. Ma'nosi nima? Bundan narsadan o'tkazib qarash ma'lumki. Demoqchi men amaliy misol olsam texnik tushunishga bo'ldi qarang. Look through the window desak, there is din qarab beqing degan gap. Ya'ni through degan qanday so'z desangiz shu ma'lum bir nima bo'shliq orqali bo'shliqni kesib o'tib yoki teshib o'tib degandek ashta bir ma'nosi bor. Kesib o'tgan, teshib o'tgan, besib o'tgan degandekchu. Okay, look through degan endi ma'lum bir narsani ma'lum bir narsa orqali qarash, ma'lum bir narsani kelgan yana bir tarafiga, ya'ni ich tarafiga qarash degan ma'noga ega. Ajab tushuntirmay ketgan gapimni tushundingizmi? Misolda eng aniq bo'ldi. Look through the window degan derazdan qarash degan gap. Derazdan ya ichiga qarash ya sirtga qarash. Demakchi sirtga qarash uchun yoki uyning ishiga ya sirtga qarash uchun derazdan qarash to'g'ri keldi. Ya'ni deraza orqali qarash to'g'ri keldi va through degani shu orqali din deb tushunsangiz bo'ladi demakchi. Okay, look through the window. Hargiz look at the window demaymiz. Look at the window desak qanda derazaga qarab qoladi. Look through the window desakchi derazadan qara, ya'ni nazaring derazadan o'tib derazaninki ya ichiga bason yoki sirtiga bason demakchi bu. Okay? Tushundingiz chiqib look through deganninki bundan narsa orqali qarash, bundan narsa din qarash degandek ashta bir ma'nosi bor. Qolganini hali dialogda texnik tushunasiz. Xo'sh, darsimizning temasini tushundingiz. Knock tak tak deb oldik. So'zlarning o'qilish ohangi va ma'nolari bilan tanishib chiqdingiz. Endi qanday qilamiz? Albatta, savolni tushunib o'tamiz. Biz dialogni o'rganish orqali oxirida javob berishga tegishli savolni. Bu savol nima ekan? Qarang. What does Jim have to drink? What does Jim have to drink? Ma'nosi bu jumlaniki. Jim ishkidak nima bor degan gap. Ya'ni Jimning ishkidak nimasi bor demoqchi. Bu savol misol g'ayri tuyuldi. Bunda qarshi what does Jim have to drink? Jimning ishkidak nimasi bor yoki Jim ishkidak nima bor degan gapgan, qanday gap bu? Ya'ni dialogni o'rganish orqali undan tushunasiz bu gapni amaliyotda. Okay? Ashu esingizda tursin ish qilib Jim ishkidak nima bor yoki Jimning ishkidak nimasi bor deb ashuni bir esingizda tutib turing. Oxirida shunga javob berish maqsad bizninki. Okay? Xo'sh, Helen bilan Jimning o'tirishida bo'yi tutma dialog qarang. Birinchi rasmda. Helen bunda boshlab qarang. Isn't there anyone at home? Yana bir qatam o'qing. Isn't there anyone at home? Desa Jim nima dedi? I'll knock again, Helen. I'll knock again, Helen. Deydi. Deb bo'lib, everything is very quiet. Everything is very quiet. I'm sure there's no one at home. I'm sure there is no one at home. This is Helen dedi. But that's impossible.
But that's impossible. Carol and Tom invited us to lunch. Carol and Tom invited us to lunch. Look through the window. Look through the window. deydi. Deb bo'lib, 3-rasmda Helen deydi, qarang. Can you see anything? Can you see anything? Desa Jim dedi, nothing at all. Nothing at all. Deydi. Andan keyin Helen qopib, let's try the back door. Let's try the back door. This is Jim and dedi, look, everyone is in the garden. Look, everyone is in the garden. Okay. 5-rasmda qarang, Carol. Okay, bunda dedi. Hello, Helen. Hello, Jim. Hello, Helen. Hello, Jim. This is Tom dedi. Everybody wants to have lunch in the garden. Everybody wants to have lunch in the garden. It's nice and warm out here. It's nice and warm out here. Dedi. Andan keyin Carol qopib, come and have something to drink. Come and have something to drink. This is Jim dedi. Thanks, Carol. Thanks, Carol. Deb bo'lib, may I have a glass of beer, please? May I have a glass of beer, please? This is Carol dedi. Beer? Beer? Deb bo'lib, there is none left. There is none left. You can have some lemonade. You can have some lemonade. This is Jim dedi. Lemonade. Qarang, undash belgisi bor. Lemonade. This is Tom. Don't believe her, Jim. Don't believe her, Jim. She's only joking. She's only joking. Have some beer. Have some beer. Deydi. Xo'sh, do'stlar, dialogni qayta jiq o'qishning hojati yo'q. Yaxshi yeri bu video bo'lgandan keyin demakchi o'zingiz kayniga sal yandirib qayta anglab, to'rab o'qishni o'zingiz qila olasiz. Okay? Undan o'qish, ko'p o'qish bo'libmi? Hatto yodlab olishni qanday? Hatto yodlab olishni o'zingizga qo'yib berib, hozir biz ma'nosi bilan tanishib boqaylik. Dialogni qarang. Helen bunda boshlab deganini qarang. Isn't there anyone at home? degan gap bu. Adam ko'rib bo'lgan bu menlik bergan misolda anglashlabda. Isn't there degan yo'qmi degan gap bu. Anyone birasi bunda yoki bir odam at home uyda. Ya'ni uyda birasi yo'qmi deydi. Uyda birasi yo'qmi deganda. Isn't there anyone at home? Okay? Uyda birasi yo'qmi desa Jim qopib, I'll knock again, Helen dedi. I will knock again, Helen deb tushunamiz. Knock degan eshik chekish bilasiz. Again degan qayta, yana bir qatam, okay? I'll knock again degan shu men qayta chekib boqay, Helen degan gap bu. I will deb kelgusi zaman ifodalayapti, okay? Men qayta chekiman, Helen deb, okay? Everything is very quiet. Hamma ish yoki hamma narsa nihoyatda jimjit deydi. Demakchi, hamma narsa jimjit degan gap bu.
yoki hamma narsa jimjit turdi deb jonliq olsak bo'ldi deb bo'lib I'm sure there is no one at home. I'm sure deganni bilasiz, men jazmlashtira olmayman degan gap. Amaliyotda I'm sure dan keyin bir dona that bir yoshirin kelayotgan bir holda yoki tushib qoldi deylik. Bunda jumlasiz jiq ko'rgan. I'm sure that ya'ni men shuningga jazm qila olmaymanki there is no one at home degan gap bu amaliyotda. I'm sure that there is no one at home ya'ni men shuningga jazmlashtira olmaymanki there is no one at home degan o'yda hech odam yo'q degan gap bu. There is no one degan yo'q degan gap. Okay, adam deb qo'ygana there is degan ba no one degan yo'q birisi degan gap. Yo'q birisi ba degan gap shu hech kim yo'q degan gap at home o'yda. Unda olsa men jazmlashtira olmaymanki uyda hech kim yo'q ekan deydi. Desa Helen deydi. But that's impossible. Lekin u mumkin emas deydi. Okay? Deb Carol and Tom invited us to lunch. Ya'ni Carol bilan Tom chaqirganti yoki taklif qilganti bizni qanday tushlik tomoqqa degan gap to lunch. Okay? Invited us to lunch. Demakchi Carol bilan Tom bizni tushlik tomoqqa chaqirganti yoki chaqirdiku look through the window deydi. Look through nima abiyam dedim bir narsadan qarash, ya'ni masalan darizdan qarash, eshikdan qarash, nazarni ash darizdan o'tkazib qarash demakchi-ku. Look through the window degan darizdan qarab beqing deydi. Okay? Anonkin deb bo'lib o'zi yana can you see anything deydi. Mana 3-chi rasmni qarasangiz. Can you see anything degan nima? Bir narsani ko'rdingizmi? Anything degan bir narsa, bir eshitgan gap bor. Can you see degan ko'ra olamsiz degan gap. Bir narsani ko'ra olamsiz desak, sal Uyg'urchada toza qamlashmaydi. Buni bir narsani ko'ra oldingizmi deb naqashaq bo'ldi. Okay? Desa Jim nimda nothing at all dedi. Amaliyotda nothing at all degan I can see nothing at all ni qisqartib nothing at all degan ejmi? I can see nothing at all. Yani I can see degan men ko'ra oldim degan gap. Nothing at all degan hech nima degan gap bor. Inglizchada shunday ifodalar so'li bog'lig'ini siz bildingiz hozir. Oldingi darsda bo'lgandik. Ya'ni menda yo'q pul bor deganni I have no money deydi-ku. Shunga o'xshash I can see men ko'ra oldim yoki ko'ra olmayman. Nothing at all. Hech nima at all degan zodlar degandek bir ma'nosi bor. Yoki qilchimo degandek-chi. Okay? Yani I can see nothing at all qisqartib nothing at all deydi. Okay? Desa Helen qo'pib let's try the back door. Let's try degan sinab baqayli degan gap bor. The back door orqa eshikni dedi. Kayni eshikni, uyning kayni eshigini demakchi-ku. Okay? Desa Jim qo'pib look, qarang dedi. Everyone is in the garden. Everyone degan hammalar degan gap bor. Hammalar bo'lsa ichidigan bog'ning, ya'ni gullikning yoki hammalar bog'dikan deb olsak bo'ldi buni. Okay? Qarang, hammalar bog'dikan, bog'da turdi deb olsak bo'ldi. Xo'sh, 5-chi rasmga keldik. Qarang, endi uy egilari Carol bilan Tom gap qilib qarang. Carol nima dedi? Hello Helen, hello Jim. Ya'ni yaxshimi Helen, yaxshimi Jim deb turishiga Tom qo'pib everybody wants to have lunch in the garden. Everybody can har biraylar degan gap bilasiz. Yoki hammalar deb olsak bo'ladi. Bu yerda davatgan gap shu, har biraylar shu, hammalar demakchi. Wants to have lunch. Wants degan qilmoqchi bo'lish, qilg'usi bo'lish degan gap bor. Nimani to have lunch? Tushlik tomoq yeyishni qilg'usi bor demakchi qo'y. Ya'ni tushlik tomoq yegisi bor deb olsak bo'ladi. Nada? In the garden, bog'da. Yani hammalarning bog'da tushlik tomoq yegisi bor yoki barkan deb olsak bo'ladi jonliq qilib. It's nice and warm out here. It's nice and warm degan nice degan yaxshi, havo qartilgan, warm degan illiq, ya'ni sovuqmi emas, issiqmi emas demakchi-ku, illiq. Demakchi it's nice and warm deki it ni u deb tarjima qilishning hojati bormi? Yo'q. Havo rayini ifodalaganda qanda havo deb olsak bo'ldi yoki meyadagi kaynidagi out here ni nima deb olamiz? Out degan sirti demakchi. Here misha. Here degan misha demakchi. Sirtidagi misha demakchi. Qandoq? Night yaxshi bir xil illiqkan deydi-ku, sirtning havosi demakchi. Okay?
Ma sitning avasi deb olsak bo'ldi, out here deganni. Ma sitning avasi shunda yaxshi ham bir xil illiqkan demakchi. Okay? Mushtat desak butunlay bo'ladimi? Ma sitning avasi nayt yaxshi shunda illiqkan desak bo'ldi. Hargizmi itni u deb olmam. U nayt illiqkan desa nimani demaksan degan bir savol paydo bo'ldi. Bu yerdagi it havoga qartilgan. Bu gapni biz konu bir darsda bo'lgan 50-nechinchi darsda. Okay? Ondan sonra Carol bunda deydi qarang. Come and have something to drink. Majumlaga bak diqqat qilaylik. Come, kelinglar degan gap. Have something, elinglar bir ma'lum bir narsani deydi. Ya'ni kelinglar va elinglar bir narsani. Nima qiladiganga? To drink, ichadiganga deydi. Ondan sonra kelib ichadiganga bir nima elinglar degan gap bu. Come and have something to drink. Men abiyam nima degandim? Sizga biz dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savolni tushundirganda What does Jim have to drink deganni nima tushundirgandim? Jim ishkidak nima bor yoki Jim ishkidak nima oladi deb albatta ular dedim bu gapni hozir deyapman. Demak, majumlar nima deb tushunimiz desangiz have deganni alqa. Ma'vo hozirgi come and have something to drink ki have ga o'xshash tushunsangiz elonlar ma'lum narsani ishkili bir nima elonlar degan gap bu kelib ishkili bir nima elonlar ichadiganga bir nima elonlar degan gap bu. Okay? Shunda holatdiki have ni shu elish deb tushunsangiz demakchi what does Jim have to drink ya'ni Jim nima oladi ishkili degan gap yoki men aslidagi degandek Jim ishkidak nima bor desak bo'ladi bu gapni. Okay? What does Jim have to drink? Ne so'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak hozir degandek Jim ishkili nima oladi degan gap. Amaliyotda shu Jim ishkili nima bor degandek bir gap bu. Okay? Uzun gapning qisqasi come and have something to drink ni qanday deb tushunamiz? Kelib ishkili bir nima elanglar deydi. Desa Jim qo'pib thanks Carol deydi. Yine rahmat Carol deb bo'lib May I have a glass of beer, please? Sağdaşlar aldığınız derste may I'ni tushuntirib bo'lgandim men. Qarshi tarafniki naydi. Takalluf bilan qarshi tarafning bir ishga ruxsatini olish degandim. May I degan bunda qilsam bo'lamdi. Nima qilsam bo'lamdi demakchi? Have. Meniki have ni ichish deb olamiz. A glass of beer. Bir stakan piva. Ondan sonra bir stakan qahva içsam bo'ladimi degan gap qilma. Qarang, please ni qo'shib qo'yibdi keyingiga. May I have a glass of beer, please? Yani bir stakan qahva içsam bo'ladimi deb bir xil ruxsat so'rayotdi. Carol nima dedi? Beer, piva. Bir stakan piva içsam bo'ladimi desa, piva deb so'rayotdi. Deb bo'lib, there's none left. None bilasiz. Yo'q degan gap. Shu hech nima yo'qki yo'q. Ondan sonra there is degan bar, none degan hech nima yo'q. Yani bar hech nima yo'q, left degan eshib qolgan degan gap yoki qolib qolgan. Ondan sonra there is none left nima deb olamiz jonliq tilda? Qolmadi deb olsak bo'ladi. Okay? Qolmadi deb olsak. There is none left ni. Qolmadi, yana shu pivani demakchi. Piva deb bo'lib qolmadi deb olsak bo'ladi. There is none left. Left degan qolib qolgan, oshgan degan gap. Oshmadi yoki qolmadi deydi. Deb bo'lib you can have some lemonade. Ya'ni you can have nima deb olamiz? Ichish deb olamiz. Undan sonra some lemonade degan azroq limon suvi degan gap. Undan sonra azroq limon suvi ichsangiz bo'ladi degan gap bu. Okay? Demakchi bir stakan pivo ichsam bo'lamdi deb so'rsa piva deb bo'lib qolmadi deb bo'lib deydi. Nima ichsangiz bo'ldi deydi-ku, limon suvi ichsangiz bo'ldi deydi-ku. Desa Jim nima dedi? Lemonade, ya'ni urug'liq deydi. Limon suvi deganda tom qo'pib bunda deydi. Kapkarlashib, Carolning yo'ldoshi u tom uy egisi va bunda dedi. Don't believe her, Jim dedi. Uningga ishonma Jim dedi. Deb bo'lib she's only joking. U faqatla chaqchaq qilyapti dedi. She is only joking. Hozirgi davomlashayotgan zaman. Deb bo'lib have some beer. Ishkin azroq pivani deb
beer to'pliqsini ko'tarib kelibdi. Shunaqqa yana azroq pivo ichgan deb tushunishdi-ku. Qasamas, bunda qarasangiz, men tavsiya qilamanki, qasamaskan deb tashlab qo'yishingizni hargiz tavsiya qilmayman albatta. Sizning qanday qayta anglab dialogni o'qilishini qayta anglab, to'g'rab o'qib, yodlab qo'ysangiz texnik yaxshi anglashgan qanda o'zingizmi bir necha qatim bo'lsa boshdan ko'rib chiqing tarjimasini. Okay? Yezib chiqsangiz texnik yaxshi. O'rganish degan ashunda bo'ladi. Okay? Undan so'ng masalga javob beraylik. What does Jim have to drink? Degan gap bu. Jim ishkili nima oladi degan gap ku. Yoki Jim ishkili nima bor degandek. Jim ishkili nima oladi deb olsak, masalan, nima? So'z ma'nosi bo'yicha. He has nima? Beer to drink. Desak bo'ladi-ku, ya da beerning oldiga some beer deb olsak bo'ladi-ku. He has some beer to drink. Ya'ni u oladi azroq pivoni ishkili. Ya'ni u azroq pivo ishkili, azroq u ishkili azroq pivo oladi deb olsak ham bo'ladi-ku. Okay? Yoki u ichidigan azroq pivo bor desak ham bo'ladi-ku. Yoki uningda ishkili azroq pivo bor degandek. Gapim tushundingiz qilib canlı tercüme qilish kerak, okay? Qo'shimda also what does Jim have to drink? What does Jim have to drink? He has some beer to drink. Tugadi, okay? Endi qanday qilamiz savol albatta, tez suratda issiqda biz yuqorida o'rganganlarni pishiqlash uchun qanday bo'lib every, no, any, some deganlarni mashqlar ko'rib boqaylik. Oldi bilan og'zaki mashqlar albatta. Lesson 116. Every, no, any, and some. Bak mühim manaslar. İngliz tilinin bak mühim asasları var. Xo'sh, qatakchichida bunda deydi qarang. Every'ning kayniga boshqa so'zlarni qo'shib bunda tuzayotganmiz. Everyone, everybody, everything, everywhere deb. Ma'nosi every'ni bilasiz, every degan har bir degan gap. Everyone deb olamiz, har biraylan deb olamiz. Yoki albatta hammaylan degan ma'nosi bor. Everyone is happy desak, hammaylan xushal degan gap bu. Bu gap amaliyotda shu so'z ma'nosi bo'yicha har biraylan xushal degan gap. Demakchi, shu har biraylan bilan hammaylanninki mushu so'z orqali ifodalanganligini bilaman. Okay? Qisqasi everyone har biraylan yoki hammaylan. Everybody o'pma o'xshash, everyone'ga o'pma o'xshash everybody. Faqatla miyada everyone, miyada everybody. Ba'zida everyone ishlatish kamroq, ba'zida everybody ishlatish kamroq. Faqat sizningki qani ishlatishga ko'nganligingiz yoki amroq bo'lishingiz bog'liq. Ma'nosi o'pma o'xshash. Har biraylan, hammaylan degan odamlarga qartilgan-ku. Okay? Xo'sh, everything degan shu. Har bir narsa yoki hamma narsa degan gap. Yoki har bir ish yoki hamma ish deb tushunsak bo'ladi. Okay? Everywhere degan hamma joy. Har bir joy degan ma'nosi albatta. Buni jonli tilda hamma joy deb olsak bo'ladi. Everything hamma narsa, hamma ish, everywhere ne hamma joy deb olsak bo'ladi. Okay? Everyone bilan everybody deb bo'ldimmi? Har biraylan yoki hammaylan deb olsak bo'ladi. Okay? Odamlar qatilgan bo'ladi. Okay, none-chu. None-ninki bir ifodalanishi no one. Ya'ni birisi nobody. Albatta no one deganda no one deb ikki so'zga ayirib yozamiz. Nobody deganda bir so'z qilib yozamiz-mi? Nothing degan hech narsa degan gap. Nowhere degan hech joy degan gap qo'y. Mana nonga munosabatli to'rt xil turlanishi. No one, nobody, nothing, nowhere. Any degan-chu, masalan, anyone, anybody, anything, anywhere deb keldi. Masalan, anyone degandan men dedim, savol jumlalarda birasi, bir odam deb olamiz. Bo'lishsiz jumlalarda hech kim, hech odam degan ma'noda olamiz degandim. Anybody degan-chu, anybody degan bo'sh, anyone o'xshash amaliyotda. Xuddi everyone bilan everybody o'xshash bo'lganga o'xshash yoki no one bilan nobody ikkisi o'xshash bo'lganga o'xshash. Anyone bilan anybody ikkisi o'xshash. Okay? Avay degandek. Anything degan savol jumlalarda biror ish yoki biror narsa bo'lsa, bo'lishsiz jumlada hech ish yoki hech narsa degan ma'nosi bor. Okay? Anywhere degan hech degan gap bor. Hech joy. Anywhere degan hech joy. Albatta bu nimada ishlatildi? Savol jumlalar bilan bo'lishsiz jumlalarda ishlatildi. Okay? Savol jumlalarni bo'lishsiz jumlalarda ishlatildi deb kesib aytaylik. Demakchi,
bayan cümlelerini bo'lishliq cümlelerde ishlatilmaydi. Mushu any münasebetli sözlerini demekçi yığıp aytganda. Eli bu nimede məşqni körümüz, məşqni texim eni xo'p ketadi. Okay? Some qaram. Some'ga someone, somebody, something, somewhere deydiganmiz. Bu endi rasmiy bayan cümlelerde ishlatilgan shakli, masalan someone degan ma'lum birisi degan gap. Okay? Ma'lum birisi, ma'lum biraylar yoki birisi deb olsak bo'ldi. Somebody ashun qo'pmi o'xshash. Yine ma'lum birisi, ma'lum biraylar yoki birisi deb olsak bo'ldi. Someone, somebody o'xshash. Something cho, something ki ma'lum ish, ma'lum narsa yoki bir narsa, bir ish deb olsak bo'ldi. Somewhere degan ma'lum joy, ma'lum yoki bir deb olsak bo'ldi. Qisqasi yuqoriqilar mushu every, none, any, some, lani tüp yıldız qilgan har xil har yangi ishlatilishi so'zlarningki. Hamda bularni biz qanday amaliy misollar bilan ko'p boqaylik. Qarang, ABC ni ko'raylik boshda. A demlar edi. Everyone is asleep. Buni nima deb olamiz jonliq tilda? Hammadan uxlaqkan degan gap. Asleep degan fe'l emas, sifatchimi? Ya'ni uxlaq degan gap. Uxlaq holatda demakchi. Everyone is asleep degan hammadan uxlaqkan degan gap. Buni qanday everybody is asleep desak bo'laverdi. Everyone bilan everybody ikkimas o'xshashmayadi, okay? Demakchi har biraylar uxlaqkan desak bo'ladi, amaliyotda shu hammadan demakchi, okay? B, everything is untidy. Untidy degan rassiz degan bilasiz. Demak, hamma narsa rassizkan degan gap bor. I looked for my pen everywhere. I looked for my pen degan men qalamimni izladim degan gap. Look for degan izlash bor. O'tgan oddiy zamonda ishlatyapti. O'tgan oddiy zamonda kelyapti. Men izladim qalamimni everywhere. Hamma yerda degan gap bor. Men qalamimni hamma yerda izladim dedi. Okay? D, is there anyone at home? Yani öyle biraz bağımdı. Yani öyle biraz bağımı deyince. Yani is there anybody at home? Anyone, anybody? Maaşkı cümle olup mu oxşaşam əməliyyatda? Könüşkü bağlıqdım bu. Yani qaysını talışınız, özünüzü bağlı, yaxşı görüşünüzü bağlı. E, is there anything in that box? Bu yeşikte yoki sandıqda bir narsa bağımı dedi yoki bir narsa bağımı. Anything, bir narsa. Sual cümlelerde aslında ifadelandı degandim bu. Nasıl? F, I couldn't find my pen anywhere. Men tapamadım, couldn't find, tapamadım my pen, qalamimni anywhere, hech yerden. Okay? Men qalamimni hech yerden tapamadım. Anywhere degan hech joy. Ashtaq bu. Bo'lib mana nima deyapti? Bo'lishsiz jumlada diqqat qiling, Okay, and the G H I laqram. G da. There is no one at home. Well, there is no one at home again. There is no one at home again. There isn't anyone at home again. Okay? Bunu ko'rib bo'lgan amaliyotda. There is no one at home degan uyda odam yo'qkan yoki hech kim yo'qkan degan gap. No one degan amaliyotda nobody o'xshash. There is nobody at home. Ma'nosi o'xshash. Okay? Uyda hech kim yo'qkan yoki uyda hech kim yo'q. H. There is nothing in this box. There is degan albatta bar degan gap, nothing degan hech nima degan gap. Nalsa in this box degan bu eshikda, ya'ni bar hech nima bu eshikda degan gap, amaliyotda bu eshikda hech nima yo'q degan gap. Bu uyg'urchada qo'sh inkor bilan ifodalaydi. Yodingizda borman degandim bu gapni. Okay? Uyg'urchada qo'sh inkor bilan ifodalaymiz, inglizchada taq inkor bilan ifodalaydi. Masalan, there is degan bar degan gap. Hech narsa, nothing degan hech narsa demakchi. Bar hech narsa eshikda, ma eshikning ichida deydi. Mana eshikning ichida hech narsa bor degan gap. Inglizcha tushunsangiz ma'ni. Bu demakchi taq inkor bilan ifodalanadi. Hech narsa deganning o'zi inkor. Shuning uchun birla taq inkor yetarli demakchi ingliz tilida. Halqi ma eshikning ichida bir narsa hech narsa yo'q desak, ikki inkor bo'lib qoldi uyg'ur tilida. Men gapimni tushundingizmi? Yo'q degan bir inkor, hech narsa degan yana bir inkor, ikki inkor ishlatamiz uyg'ur tilida ifodalasak ma gapni. Mavi eshikning ichida hech narsa yo'qkan deb yoki yo'q deb. Inglizchada qanday? Ma eshikning ichida hech narsa borkan deb bunday ifodalaydi. Birla inkor bilan gapni tushundingiz. Okay? I'ga qarasangiz, where did you go yesterday? Siz tunugun nega borgandingiz degan gap bor. Nowhere, hech joyga dedi. I stayed at home. Uyda turdim dedi. Nowhere degan amaliyotda I
I went nowhere degan gap bu. I went. Yani men badım hiçga degan gap bu. Qisqartib nowhere deb javob beradi. I stayed at home. Uyda o'tirdim dedi yoki uyda turdim. Okay? J qarsangiz there is someone in the garden. Someone ga ma'lum birisi yoki birisi degan gap. There is someone in the garden deganni bakan birisi gullikda deb tushunsak bo'ldi-ku. Ya'ni gullikda birisi bakan deb tushunsak bo'ldi-ku. Okay? Yoki there is somebody in the garden. Someone, somebody o'xshash deganmi bu? K qarang. There is something under that chair. Bakan ma'lum bir narsa yoki bir narsa under that chair. A o'rindiqning tagida deydi. Yoki tagida a o'rindiqning. Narsa a o'rindiqning tagida bir nima bakan degan gapmi? Something degan bir narsa, bir nima. Eng oxirida L qarsangiz my glasses must be somewhere. Mening ko'zoynaklarim cho'qim ma'lum bir yerda dedi. Cho'qim bir yerda dedim. Niyada somewhere degani ma'lum bir yerda degani. Uyg'urcha jonliq qilib mening ko'zoynaklarim cho'qim bir yerda deb olamiz-ku. Misol bir yerda degan shu ma'lum bir yerda demakchi somewhere. So'z ma'nosi ma'lum bir yerda. Jonliq desak, mening ko'zoynaklarim, ko'zoynakning ikki aynak bo'ldi-ku, shu ko'zoynaklar deb bo'ladi ingliz tilida glasses deb. Biz Uyg'urchada ko'zoynak deb taq ism qilib olamiz-ku. My glasses must be somewhere. Qisqasi, mening ko'zoynagim cho'qim bir yerda degan gap. You're wearing them. Ya'ni ma cho'ng odam, cho'ng yoshli odam ashtada dedi deyli. Men ko'zoynaklarim cho'qim bir yerda, yoki ma'lum bir yerda desa arqis qo'pib, you're wearing them. Siz uni kiyapsiz dedi. Taqyapsiz demak shu wear ma'noda taqash degan ma'nosi. Siz ularni taqyapsiz degan gap hozirgi davomlashayotgan zaman ifodalanadi. Okay? Xo'sh, amsa mening bu qilganimni hisob qilmay bo'lsanda o'zingiz boshdan bir qatim qilib chiqsangiz texi yaxshi. Deb biz qanday yozuvchi mashqlarga o'tib ketdik qarang. Written exercises. Written exercises degan yozuvchi mashqlar degan gap. A qismi qarsangiz rewrite these sentences. Qayta yozing bu jumlalarni degan gap bu. Example. I didn't buy anything. Men didn't buy degan setib olmadim degan gap. Anything hech nimani. Men hech nimani setib olmadim degan gap bu. I bought nothing. Ya'ni I didn't buy anything ne I bought nothing desak bo'lamdi. Men setib oldim hech nimani deb. Men hech nimani setib olmadim degan gapni men hech nimani setib oldim deb bunda ifodalaydi. Ma'ni bilasiz, biz jiq dedik men avayamdan yoqi. Oldingi darsda jiq degan. I didn't buy anything, I bought nothing deb o'zgartirib bo'lsa, tuvandikilarni o'zgartiramiz. Albatta o'zgartiramiz. Birinchini o'zgartirib qo'ymoqman. I didn't do anything. Men deyman I did nothing deb. I didn't do anything ne ma'qul jumla shaklida o'zgartsak I did nothing desak bo'ldi-ku. Okay? Sababini tushundirmayman, abiyamni baxchiq tushuntirib ketdim. Okay? B mashq qiram. B da bunday edi. Answer these questions using any, no, with, one, body, thing, where dedi. Ya'ni bu savollarga javob beringlar. Any, no, lani, one, body, thing, where, la bilan birga ishlatib dedi. Okay? Hamiz qarang, example da. Did you see anyone? deb bir so'raydi. Did you see anyone? Siz birasini ko'rdingizmi degan gap bu. Anyone men savol jumlalari kelganda birasi deb bir odam deb keladi degan bu. Siz birasini ko'rdingizmi dedi. Javob no, I didn't. Yoki no, I didn't see anyone kechiraman. Didn't kendik ma'ni. Tashda qo'yib qopdim, tashamasga ma. Aslinki bir puchilib qolgan bu uchgan qarang. Bu qisqasi no, I didn't see anyone degan men hech kimni ko'rmadim degan gap I didn't see anyone, okay? Yoki buni I saw no one desak bo'ladi. Men ko'rdim hech kimni deb. No, I didn't see anyone deb bo'lib I saw no one deydi ekamiz. Ular mushuning asosan ishlayolamiz qolgan, albatta ishlayolasiz. Cho'qim ishlang. Men bir ishlab misol qilib qarang. Did you hear anything? Javob no, I didn't hear anything. I heard nothing. Yine hear no o'tgan zaman shaklini ishlatib heard deb nothing deyman. Xuddi I didn't see anyone deki see no o'tgan zaman shakli saw ni ishlatib no one degandek qilaman. Okay? Buni tushundingiz? Ishlayolasiz qolganingizni see mashq qiling. Rewrite these sentences. Buni jumlaning qayta yozinglar degan gap. For example, they're all watching television.
Ular hammasi televizor ko'ryapti degan gap. Buni everyone is watching television deb o'zgartirdi. Qolganlarni o'zgartira olamiz? Albatta, bak oson qarang. Birinchisi men deb birman. They're all looking out of the window. Ular hammasi derazaning sirtiga qarayapti degan gap. Looking out of the window. Derazaning sirtiga qarayapti degan gap. Buni everyone is looking out of the window desak bo'ladi. Albatta bo'ldi. Everyone is looking out of the window. Okay? Og'zimga watching ketyapti-da. Yana bir qatim deyman. Everyone is looking out of the window. Hamma odam derazaning sirtiga qarayapti degan. Qolganini o'zingiz ishlang, okay? Diga keldik. Answer these questions. Buni savollarga javob beringlar dedi. Example. Have you got anything to wear? Have you got degan sizda bormi degan gap bor. Nima? Anything, biror narsa deydi. Nima qildiganga? To wear, kiydiganga. Demakchi, sizda kiydiganga bir nima bormi degan gap bor, biror narsa bormi degan gap bor. Javob: No, I haven't got anything to wear. Yo'q, menda yo'q hech qanday narsa kiydiganga. Ya'ni menda kiydiganga hech qanday narsa yo'q degan gap bor. I've got nothing to wear. Menda bor hech nima kiygili. I've got nothing to wear ni bilsiz-ku. What about Penny? Penny cho degan gap bor. Javob: She's got something to wear. She's has got deb tushunsangiz bo'ldi. Okay? She has got something to wear degan uningda bor ma'lum narsa yoki bir narsa kiygili. Ya'ni uningda kiygili bir nima bor degan gap bor. Ya'ni menda kiygili hech nima yo'q deb bo'lib Planchcho, masalan, Pennycho desa, uningda kiygili bir nima bor, uni kiydi bir nima bor, u kiydiganga bir nima bor deb bunda javob berib turib, qolganlarni ishlaymiz, albatta ishlaymiz. Bundan birini ishlab bilmay qarang. Have you got anything to wear, anything to eat? What about Sam? Men javob bermay qarang. Have you got anything to eat? No, I haven't got anything to eat. I've got nothing to eat. Desam, what about Sam? Desangiz men qo'pib. Sam degan har kishi, he's got something to eat. Desam bo'ladi. Albatta bo'ladi. Sababini tushundirmayman. Bir chiqib tushundirib ketdim. Unda olsa, darsimiz nishakchi bo'lsinmi? Albatta nishakchi bo'lsin. Biz qanday keyingi darsimizni ko'rishaylik. Unda olsa omon bo'ling. Sizga ko'p rahmat. Thank you very much. See you tomorrow.